Men hayron qolaman. Ko'pincha mana hozirgi zoomerlar deydimi, shu avlod umuman yuziga даже konturing ham berishmas ekan. Shundoq ploskiy oppoq tonalniy yoki oppoq bibini surib, ko'chaga tushni surib chiqib ketishni yaxshi ko'rishar ekan. Bir tomondan как professional vizajist tomonidan bundoq qaraganda kulgili tuyuladi, chunki ploskiy modellashtirilmagan yuz bilan ko'chaga chiqish biroz g'alati. No, o'sha qizlar именно shunaqa kunduzgi no makeupga o'rganib qolgani uchun hatto rumyani ham surishmaydi. И vizajistga kelgandan keyin o'zini taniy olmaydi. Естественно, keyin ularga ko'p narsa yoqmay, yo o'chirib yuborgisi keladi, yo zo'rg'a chidaydi kunning oxirigacha. Bunday qizlarga maslahat beraman, обязательно yuzingizga ozgina bo'lsa ham konturing bilan rumyanni bering. Chunki bu sizni yuzingizni modellashtiradi-da, и ploskiy yuz bilan yurmanglar, bu kulgili. Ploskiy tep-tekis oppoq yuz bilan o'zinglarni ko'zingizga chiroyli ko'rinishi mumkin, lekin atrofdan qaraganda xuddi nezavershonniy makiyaj bo'lib ko'rinadi.